Assalomu alaykum barchaga. Dedim lobby matchlarimizga xush kelibsiz. Bizda ikkita jamoa duo shaklida fight amalga oshiradi. Birinchi jamoa Ignore 01 va uning teamiti O'zbek 007 ularga qarshi fight amalga oshiradi. Papa va uning teamiti Narko 2. Har ikkala jamoa ishtirokchilariga omad tilagan holda matchni boshlaymiz. O'yin turizm qurolda amalga oshiriladi. Albatta Narko yetkazilgan bo'lsa, match tomonlarga o'ng tomonga o'z pozitsiyasini o'zgartirdi hozir. To'qnashuv va birinchi killni Ignore hisobiga qayd etmoqda albatta. Hali o'yinni boshlagan yo'q. Narko holatiga keltirildi aziz do'stlar. Hisobiga yozilishi mumkin, lekin uning yuziniga Narko 2-1 üstünlük hozir O'zbek 007 tomonidan yopib yuborilmoqda. Ignore ham tezlik bilan Papani o'z hisobiga o'tib qo'ydi va jamoasiga navbatdagi final kelmoqda. Bu tarafdan Ignore chiroyli clutch jazolamoqda va uning orqasida O'zbek 007 kaverda seriyaga sekinlik bilan o'tib bormoqda. Papa va chiroyli reaksiya bilan comeback amalga oshirmoqda. O'zbek 007 hisobida 5 ta kelma bu ishtirokchilar albatta yaxshiroq kommunikatsiya joylashgan holatida kuzatamiz. Nimaga to'xtab qoldim? Faqat tomondan yopib yuborilmoqda. Kommunikatsiya, ya'ni joylashuvlarni ko'rib chiqamiz. Papa chap tarafdan tenglashga amalga oshirish harakat qilmoqda. Uning teamiti Narko ham ochiq pozitsiyada jazolanmoqda. Ignore tomonidan Ignore holatida va Papa bundan yaxshigina foydalanib olmoqda. Narko o'zini qayd etdi. Markazdan Narko va Ignore to'qnashuvi va Ignore bu imkoniyat qo'ldan boy bermagan holda navbatdagi va o'zlik bilan Ignore Papani ham yopib yubordi. Mana shunday comeback amalga oshirmoqda. Unga qarshi Papa bundan yaxshigina foydalandi va tezlik bilan Ignore unga qarshi kuch amalga oshirmoqda va o'z hisobiga kelyapti. Narko va Ignore to'qnashuvi Ignore bu holatda yopib yuborilmoqda. Do'stlar 14-11 hisoblar mana shuni ko'rgan bo'lmoqda. Yaxshigina o'yin bo'lmoqda har ikkala jamoa ishtirokchilari tomonidan. Chiroyli pozitsiyada, chiroyli lokatsiyalarda o'zaro informatsion holatda o'ynashmoqda. Mening nazarimda biroz ishlashgandek, lekin ular partiyadan ketgan holda holatida uning jamoadoshi O'zbek 007 ham lovish holatda va mana bu imkoniyatni Papa yaxshigina foydalana oldi. Har ikkala qarshi jamoa ishtirokchilarini o'z qo'liga kiritdi. Narko lovish holatiga keltirildi va tomonidan yopib yuborilmoqda. Chap tarafda O'zbek 007 va Papa to'qnashuvini ko'rishimiz mumkin aziz do'stlar. O'zbek 007 chiroyli reaksiya bilan komandasiga
Navbatdagi filmni olib kelmoqda ochko mavjud. Uning reaksiyalarini ko'rishingiz mumkin. Osongina papani yoqib yubormoqda va navbatdagi filmni chap tarafdan hozir papaga yaxshi xabarga bu reaksiyalarga e'tibor bering. Ignor papani yopib yubordi va kaverdagi o'zining nomali informatsiya mavjud nazarimda 8 22 17 ochkolar chap tarafdan Ignor jamoasi rejimini o'rnamoqda. Kerakmi? 8 daqiqadan kamroq vaqt. Narko O'zbekiston 07 ni osonlikcha hisobiga qayd etdi. Nazarimda Ignor jamoasi mana bu maçni o'z hisobiga yozib qo'yadi, ya'ni g'alabani ta'minlay oladi. 25 yuqorida mana shunday lokatsiyalar joylashuvini ko'rib, albatta o'yinchilar pozitsiyasini o'rganish juda ham oson va ularning qanday holatda o'yin amalga oshirayotganini tahlil juda ham oson. Ignor chekinishga majbur, loyiha holatda va Narko bilan to'qnashmoqda. Narko adashmasam Ignor yopib yubordimi degandim, lekin afsusga bo'lmadi. Ignor holatdan chiqib ketmoqda. Musobaqadan yettita mavjud. Markazdan Narko Ignor Lovish va Papa tomonidan yopib yuborilmoqda asosda. Buni oldin o'tkazilgan yubiley oqimida mana shu ishtirokchimiz olmish noto'g'ri chiqish bilan Ignor uni jazoladi, albatta. Bu tayin edi. O'z holatda o'yinni davom ettirmoqda. Papa tomonidan Ignor 0-1 yopib yuborildi va o'zi yana ham chiroyli tempo uning tomon lokatsiya mana shu holatda ham Ignor yaxshigina xabardor va xuddi shunday bo'lmoqda do'stlar. 1,5 daqiqadan kamroq vaqt qolmoqda. 22 ochkolar. Lekin orqadan golga qo'shilgan kuchloqdek olib ketdi va hatto uni hisobiga yozdi. Papa va Ignor Papa va o'zining nolishda amalga oshirildi. Ignor shoshilish kerak emas. O'zining jamoadoshi yaqin pozitsiyada kaverda turibdi. Albatta. Killer. Hali ham ochkolar o'nta yaxshi va Ignordan mana bunday chiroyli reaksiya va chiroyli comeback amalga oshirdi.
Hisobida 23 ochko mavjud. Apoloch holatiga keltirildi va tomonlar bunday chiroyli ishtirokchi. Ignor Monolitni Killni hisobga qaydetdi va oxirgi ulgurmadi, chunki o'yinimiz o'z nihoyasiga yetmoqda. Ignor jamoasi katta ustunlik bilan matchda g'alaba qozonmoqda. Har ikkala jamoa o'yinchilariga kattakon rahmat aytib qolamiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha